Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, hozirgi kunda yangicha texnologiyalar bilan montaj sistemalari o'zgarib ketmoqda. Har xil tomonlama, misol uchun kontaktorni, Alisa, Umni dom, korobka, bez korobka, bizada yana tipa Evromontaj deb tushunadi. Evromontaj qanaqa Evromontaj emas, u просто bez korobka montaji всё. Ko'p avtomatli, qulay ishlatishga, bez nagruzka kabellarda nagruzka bo'lmaydi, bez poterya ishlaydi kabellar tok borligicha bizga misol ishlatadigan joyimizgacha yetib keladi. Har tomonlama yaxshi, ko'p avtomatli montajimizda. Xo'p, yana nima? Hozir yangicha stillar chiqib ketgan. Misol uchun har bittasini bitta to'g'risi aytib o'tmasligim mumkin, chunki esimda qolmaydi hammasi. Ishlaydigan vaqtimiz o'zimiz bilamiz qayerdan nima qilish kerakligini. Hozirgi kunda yangicha stillarda ishlab boryapmiz. Bitta o'sha videolarini qo'yib boryapman. Ko'rganlarim, bilganlarim hammasini qo'yib boryapman to'g'risi. Xo'p, bez korobka montaj yoki korobkali montaj deganda nimani tushunishimiz mumkin? Bez korobka montaj bu o'sha bilganlaringizda o'sha devorda turadigan korobka bo'lmaydi. O'sha ulanadigan joyi podrezidnik fikushkani ostida, orqa tomonida bo'ladi. O'sha rezetka qo'ysangiz, o'sha rezetkani orqa tarafida bo'ladi yoki включатель bo'lsa, включательni orqa tarafida ulanadigan joyi bo'ladi. To'g'ri, unaqa g'ij sim chiqib ulanmaydi. To'g'ri, 2 ta yoki 3 ta sim bo'lishi mumkin u tarafda, u tomonda. O'sha hisobiga ham korobka, bez korobka montaj shu tarzda davom etishi mumkin. Xo'p, korobkali montaj o'sha korobkasi chiqib turadi. O'sha xunuk ko'rinadi. O'sha uyingizda qanaqadir high-tech variantda remont qilgan vaqtingizda ham o'sha korobka o'sha devordagi vidni buzib turadi har doim. O'shaning uchun ham korobkali montajdan ko'pincha voz kechyapmiz hozirgi kunda. Bez korobka montaj baribir yaxshi. Bez korobka baribir yaxshi, qulay, ishlashga ham har tomonlama qulay bo'lgani uchun biz ko'pincha bez korobka montaj qilamiz va ko'p avtomatli montaj qilib odamlarga taklif beryapmiz hozirgi kunda. Bizga o'sha bez korobkali montaj ancha qulay va zo'r bo'lgani uchun odamlarga ham shuni maslahat berib kelyapmiz hozirgi kunda. Odamlarning o'ziga ham shu ma'qul va qulay bo'lib kelmoqda. Xo'p, fikrlarim shu do'stlar. Nimadir kamchilik o'tgan bo'lsa uzr so'rayman. Xudo xolasa esimga kelganda yaxshi kontentlar qilib borishga harakat qilaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishlaringizga omad.